Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Mana pomidorlarimizga ham birinchi suvni quyishni boshladik. Bugun 2026-yil 7-yanvar sanasi. Birinchi suvi. Mana kapilini ham yangisidan qo'ydik. Kapilini nimasi 10ligidan qo'ydik. O'tgan martagisi 15 santimetrligida. Maqalla 10 santimetrligidan qo'ydik. Yaqinroq bo'lsin deb. Tezroq. Nasos ham qiynalmaydi, tezroq chiqadi. Ko'p teshik bo'lsa. Bunga qanday oziqalar beryapmiz? 13-40-13. Keyin kalsiy nitrat, gummi, yantarni shulardan qo'shib beryapmiz. 1 tonna suvga 13-40-13 dan 2 kilo, kalsiy nitratdan 1,5 kilo, yantarnidan 150 gram, gummidan shu 2 baklishkasini quyapmiz. Mana shunday holatlari. Pomidorlarimizni 1-2 kun mana shu dugasini yopmagandik, faqat mana shu pashshog'inasi bilan tepadagi klinka 2 qavatda turdi. Pomidorlarimiz sovqatgani bilinar ekan, mana shu rangi siyoh rang bo'lib qolar ekanda. Qorong'it bo'lib. Endi bundan keyin holatini ko'ramiz. Suvdan keyin nasib bo'lsa inshaalloh bunga izobiondir sepib chiqayin. Stressga tushganmi? Mana shunday holatlari. Birinchi suvga kapilni yaqinroq qo'ydik. Tomiri ham ancha o'sib ketmagan deb. Keyingi suvlardan uzoqlashtirib boraveramizda. Bu tarafdagi o'sib ketgan pomidorlarimni eslasangiz, boshi yotgandek shalpayib. Mana bular ham ancha boshini shu yerdan ko'tarib olibdi. Bular ham ancha-muncha o'ziga kelib qoldi. Sal bo'lsa-da poyalari qalinlashgan. Endi nasib bo'lsa inshaalloh bu oziqadan keyin yaxshi rivojlanib ketadi degan umiddamiz. Mana shunday holatlari. Orada bunga ishlar bilan bo'lib vaqtida qara olmadik. Buni bir necha kun oldin suvlanish kerak edi o'zi aslida. Suvsagani yaqqol bilinib qoldi. Salgina suv sotib qo'ydik bu pomidorlarni.